Hurmatli tomoshabinlar, aziz nuroniylar, bugun sizning e'tiboringizga pensiya tizimidagi shunday fundamental va hayotiy o'zgarishlar haqida so'z ochmoqchimanki, bu ma'lumotlar nafaqat sizning kelajagingizni, balki butun oilangizning ertangi kunini belgilashi mumkin. Siz bu videoda pensiyalaringiz qanday qilib katta miqdorga oshirilganini, staji bo'lmaganlar uchun ham eng kam pensiya 3 barobar ko'payganini va bu o'zgarishlardan siz qanday foyda olishingiz mumkinligini to'liq bilib olasiz. Shunday ekan, diqqat bilan tinglang, chunki bizning bugungi suhbatimiz sizning moliyaviy barqarorligingiz va xotirjamligingiz garovidir. Hurmatli keksa avlod vakillari, sizni mamnun qiladigan, hayotingizni tubdan o'zgartiradigan bir yangilik bilan xushnud etmoqchiman. Nihoyat adolat qaror topdi. Sizning qadringiz, mehnatingiz e'tirof etildi. Yillar davomida kutilgan, ko'p sonli murojaatlar va talablar ortidan kelgan mana bu tarixiy qaror, shubhasiz, har bir nafaqaxo'rning yuziga tabassum, qalbiga umid bag'ishlaydi. Bu shunchaki bir qonun o'zgarishi emas, balki butun bir avlodning og'ir mehnati va fidoyiligiga bo'lgan chuqur hurmat, davlatning o'z fuqarolari oldidagi ijtimoiy majburiyatini to'liq anglashidir. Endi siz haqli ravishda yuqori pensiya olishingiz mumkin va bu haqda sizga barcha tafsilotlarni tushuntirib beraman. Axir siz umringizni, kuchingizni shu vatan ravnaqi yo'lida sarflamadingizmi? Farzandlaringizni, nabiralaringizni shu yurtning buyuk kelajagi uchun katta qilmadingizmi? Sizning qadoq qo'llaringiz, ter to'kkan peshonangiz, uyqusiz tunlaringiz, bularning barchasi bugungi mustaqil, gullab yashnayotgan mamlakatimiz poydevori emasmi? Qaysidir zavodda bir umr tik turib mehnat qilgan otaxon, qaysidir dalada quyoshning jazirama issigida ishlagan onaxon, maktabda bolalarga ilm bergan muallima, kasalxonada insonlarning sog'ligi uchun kurashgan shifokor. Barchangiz bu yurtning qahramonlarisiz. Sizning 30, 40, 50 yildan ortiq stajingiz bor, biroq bugungacha ayrimlar hatto o'z mehnati evaziga munosib hayot kechira olmadi. Nafaqaga chiqqandan keyin ham tirikchilik tashvishida yashashga majbur bo'ldi. Qani endi o'sha qiyinchiliklarni boshdan kechirgan, farzandlarni bir burda non bilan boqib katta qilgan, o'zining hayotini mamlakat taraqqiyotiga bag'ishlagan aziz onaxonlar, otaxonlar, izohlarda o'zingizning qahramonlik hikoyangizni, necha yillik stajingiz borligini yozing. Siz nimalarni qurdingiz, qanday qiyinchiliklarni yengib o'tdingiz, oilangiz uchun qanday fidoyiliklar qildingiz? Bugun bu haqda gapirishdan cho'chimang, chunki butun mamlakat sizning fidokorligingizni bilishi kerak. Sizning hayot yo'lingiz kelajak avlodlarga o'rnak bo'lishi zarur. Bu sizning hikoyangiz, bu bizning tariximizdir. Bu kabi muhim yangiliklardan, pensiya qonunchiligidagi doimiy o'zgarishlardan, sizning ijtimoiy himoyangizni ta'minlashga qaratilgan yangi qonunlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istaysizmi? Huquqiy axborotlar okeanida yo'qolib qolmaslik uchun, o'zingizning har bir huquqingizdan to'liq foydalana olishingiz uchun va eng asosiysi, pensiya masalasidagi biron bir muhim o'zgarishni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero, huquqiy savodxonlik bu sizning ertangi kuningiz kafolatidir. Bu sizning osoyishta keksalik davringizning asosidir. Bizning kanalimizda siz nafaqat yangiliklarni, balki ularning amaliy qo'llanilishi bo'yicha aniq tavsiyalar, ekspert sharhlari va mutaxassislarning maslahatlarini ham topishingiz mumkin. Shunday ekan, tugmani bosing va bizning katta huquqiy oilamizga qo'shiling. Avvallari pensiya hisoblash tizimi ancha murakkab, ba'zan ko'pchilik uchun tushunarsiz va adolatsizdek tuyulardi. Ko'plab fuqarolarimiz yillar davomida fidokorona mehnat qilgan bo'lsalarda, nafaqaga chiqqanlarda oladigan pensiya miqdori ularning munosib hayot kechirishi uchun yetarli emasdi. Ba'zilar 30, 40, hatto 50 yil mehnat stajiga ega bo'lsa-da, oladigan pensiyasi kunlik ehtiyojlarni qoplashga ham zo'rga yetardi. Doriga, kommunal to'lovlarga, hatto eng oddiy oziq-ovqat mahsulotlariga ham pul topish qiyin bo'lgan paytlar bo'ldi. Bu albatta adolatsizlik edi. Yillar davomida to'plangan noroziliklar, shikoyatlar mavjud edi. Ko'plab onaxonlarimiz va otaxonlarimiz pensiya bilan emas, balki farzandlarining yordami bilan yashashga majbur bo'lishardi. Bu bir tomondan farzandlar uchun ulug' savob ish bo'lsa-da, ikkinchi tomondan umr bo'yi ishlagan inson uchun o'z mehnati evaziga o'zini ta'minlay olmaslik shubhasiz gururga tegadigan holat edi. Keksalikda har kim o'zini erkin, birovga bog'liq bo'lmagan holda his etishni istaydi. Ular o'zlarining erkinliklarini, mustaqil qaror qabul qilish imkoniyatlarini yo'qotgandek tuyulishardi. Bu og'riqli mavzu bo'lib, uzoq yillar davomida muhokama qilinardi. Mana endi shu og'riqli davr ortda qoldi, desak mubolag'a bo'lmaydi.
Bugun biz yangi, adolatli va ijtimoiy himoyaga yo'naltirilgan davrga qadam qo'ymoqdamiz. Davlatning ijtimoiy siyosatida ustuvor yo'nalishlardan biri aholining eng zaif qatlamlarini, ayniqsa keksa avlodni qo'llab-quvvatlash ekanligi yana bir bor o'z tasdig'ini topmoqda. Xo'sh, bu o'zgarishlar kimlarga taalluqli va kimlar bu imkoniyatlardan eng ko'p foyda ko'radi? Birinchidan, albatta, umr bo'yi fidokorona mehnat qilib, ko'p yillik stajga ega bo'lgan aziz nuroniylarimiz. Sizning mehnatingiz nihoyat munosib taqdirlanmoqda. Sizning pensiyalaringiz sezilarli darajada oshiriladi. Bu sizning yillar davomidagi zahmatli mehnatingizga berilgan chinakam bahodir. Sizning qo'llaringiz bilan qurilgan binolar, ishlab chiqarilgan mahsulotlar, yetishtirilgan hosillar, bularning barchasi bugungi jamiyatimizning asosidir. Shu bois, davlat sizning keksalik chog'ingizni farovon va xotirjam o'tkazishingiz uchun barcha sharoitlarni yaratishga intilmoqda. Ikkinchidan, va bu eng muhim yangiliklardan biri, bu pensiya uchun yetarli stajga ega bo'lmagan, lekin hayotning turli sabablari bilan pensiya yoshiga yetgan fuqarolarimizdir. Aynan ular uchun eng kam pensiya miqdori 3 barobar oshirildi. Bu degani, endi siz ham munosib pensiya bilan ta'minlanasiz. Siz ham o'zingizni jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida his qilasiz. Hayotingizni boshqalarga qaram bo'lmagan holda o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu qaror, ayniqsa turmushning qiyinchiliklari tufayli rasmiy ish staji to'play olmagan, farzand tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lgan ayollarimiz, yoxud qandaydir sabablar bilan rasmiy ish joyida ishlamagan, lekin jamiyatga o'z hissasini qo'shgan fuqarolarimiz uchun katta yengillikdir. Endi ular ham minimal, ammo munosib darajada pensiya olishlari kafolatlanadi. Bu, shuningdek, ijtimoiy adolat tamoyillarini yanada mustahkamlaydi. Hech kimni e'tibordan chetda qoldirmaslikka qaratilgan siyosatning yorqin namunasidir. Bunday choralar orqali davlat har bir fuqaroning hayoti uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishini amalda isbotlamoqda. Ba'zi fuqarolarimiz, masalan, uy bekalari, nogironligi bo'lgan shaxslarni parvarish qilganlar yoki o'ziga tegishli sabablarga ko'ra rasmiy ish stajiga ega bo'lmaganlar, ilgari eng kam pensiyaning past miqdoridan qiynalishardi. Endi esa ular ham 3 barobar oshirilgan minimal pensiya miqdorini oladilar. Bu esa ularning kundalik hayotini sezilarli darajada yaxshilaydi. Bu o'zgarishlar nafaqat pul miqdorining oshishi, balki inson qadr-qimmatining tiklanishi, ularga bo'lgan hurmatning ifodasidir. Sizningcha, ushbu o'zgarishlar qanchalik adolatli? Pensiya tizimida yana qanday islohotlarni kutayapsiz? Balki sizning ham o'zingizning takliflaringiz, goyalaringiz bordir. Yoki bo'lmasa, sizning pensiya ta'minotingiz bilan bog'liq bo'lgan shaxsiy tajribangiz, yillar davomida duch kelgan qiyinchiliklaringiz haqida ham so'zlab berishni istarsiz. O'z fikrlaringizni, takliflaringizni, shaxsiy hikoyalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz biz uchun, qonunchilikni takomillashtirishga mas'ul bo'lganlar uchun juda muhimdir. Chunki biz birgalikda ochiq muloqot orqali jamiyatimizni yanada adolatli va insonparvar qila olamiz. Har bir ovoz eshitilishi shart, ayniqsa keksa avlod vakillarining ovozi. Xo'sh, bu yangi imkoniyatlardan to'liq foydalanish uchun siz nima qilishingiz kerak? Avvalo, va bu eng muhim qadamdir, pensiya hujjatlaringizni diqqat bilan ko'rib chiqing. Pasportingiz, mehnat daftarchangiz, maosh ma'lumotnomalaringiz, bularning barchasi joyida ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar stajingizda, maoshingizda biron bir noaniqlik, xatolik yoki yetishmovchilik bo'lsa, tegishli idoralarga, ya'ni pensiya jamg'armasi bo'limlariga murojaat qilishdan cho'chimang. Bugun pensiya tizimi avtomatlashgan bo'lsa-da, inson omili bilan bog'liq xatoliklar hamda turli hujjatlardagi nomuvofiqliklar bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasi mutaxassislari sizga yordam berishga, barcha savollaringizga javob berishga va hujjatlaringizni tartibga solishga tayyor. O'zingizning barcha huquqlaringizdan xabardor bo'ling va ularni talab qilishdan qo'rqmang. Unutmangki, har bir fuqaroning pensiya olish huquqi qonun bilan himoyalangan. Agar sizning murojaatingizga yetarlicha e'tibor berilmasa yoki muammo hal bo'lmasa, yuqori turuvchi tashkilotlarga, hatto bizga, ya'ni huquqshunoslarga murojaat qilishingiz mumkin. Biz har doim sizning haqqingizni himoya qilishga tayyormiz. O'z haqqingiz uchun kurashish, bu sizning huquqingiz va burchingizdir. Shu bilan birga, yaqinlaringizga ham bu yangiliklar haqida xabar bering, chunki ko'pchilik hali ham bu o'zgarishlardan bexabar bo'lishi mumkin. Birgalikda bir-birimizga yordam berib, barcha keksa avlod vakillarining munosib pensiya olishini ta'minlay olamiz. Har bir fuqaro o'zining keksalik davrini munosib sharoitda o'tkazishga loyiqdir.
Shuning uchun faol bo'ling, bilimlaringizni oshiring va huquqlaringizni talab qiling. Bu sizning eng asosiy vazifangizdir. Shunday qilib, aziz do'stlar, ushbu videoning avvalida aytganimdek, endi har bir keksa avlod vakili katta pensiya olish imkoniyatiga ega. Stajyoqlar uchun ham eng kam pensiya 3 barobar oshirilganligini eslatib o'tdik. Bu shunchaki raqamlar emas, balki milliardlab dollar investitsiya qilingan ijtimoiy dasturlar, millionlab insonlarning hayotini yaxshilashga qaratilgan amaliy qadamlardir. Bugun sizga bu o'zgarishlarning mohiyatini, ulardan qanday foydalanish mumkinligini tushuntirishga harakat qildim. Davlat o'zining ijtimoiy himoya siyosatini kuchaytirib, har bir fuqaroga, ayniqsa keksa avlodga g'amxo'rlik qilishini yana bir bor namoyish etdi. Sizning yillar davomidagi zahmatli mehnatingiz, fidokorligingiz nihoyat o'z mevasini bermoqda. Pensiya bu sizning haqqingiz, bu sizning shaxsiy erkinligingiz va mustaqilligingiz garovidir. Ammo men sizdan so'ramoqchiman, sizningcha ushbu o'zgarishlar sizning hayotingizda qanchalik katta o'zgarish yasaydi va endi siz haqiqatan ham munosib, farovon va xotirjam hayot kechirishingizga imkon yaratadimi? Siz bu yangilikni kutganmidingiz? U sizning umidlaringizni oqladimi yoki sizningcha hali ham qilinishi kerak bo'lgan ishlar bormi? Fikrlaringizni kutib qolamiz.